Salom, aziz do'stlar va kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun men siz bilan shunchaki muhim emas, balki har bir pensioner uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot nafaqat sizning nafaqangizni, balki butun oilangizning moliyaviy barqarorligini ham bevosita himoya qilishga yordam beradi. Oxirgi paytlarda pensiya tizimida shunday o'zgarishlar sodir bo'lmoqdaki, agar siz ulardan xabardor bo'lmasangiz, moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang, chunki bugungi video sizning pensiyangizni saqlab qolishga va hatto ko'paytirishga yordam beradi. Ushbu videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling, qo'ng'iroqcha tugmasini bosing va videoga like qo'ying. Bu sizga eng so'nggi va eng dolzarb ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. Avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Yaqin vaqtlargacha ko'plab pensionerlar nafaqa olish bilan birga norasmiy daromad manbalariga ega bo'lishlari mumkin edi. Masalan, qo'shimcha ish, kichik savdo, xususiy dars berish, xizmat ko'rsatish yoki boshqa shunga o'xshash faoliyat bilan shug'ullanish. Ko'pincha bu daromadlar hech qayerda rasmiylashtirilmasdi, soliqlar to'lanmasdi va ijtimoiy himoya organlari tomonidan hisobga olinmasdi. Hukumat ham bunga ko'pincha ko'z yumardi. Chunki bu aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qilardi deb hisoblanardi. Pensiya hisoblash tizimi asosan rasmiy ish staji va ish haqiga asoslangan bo'lib, norasmiy daromadlar nazoratdan tashqarida qolar edi. Ko'pgina hollarda pensionerlarning qo'shimcha norasmiy daromadlari ularning pensiya miqdoriga yoki ijtimoiy yordam olish huquqiga ta'sir qilmasdi. Ular bemalol nafaqa olishda davom etishardi va qo'shimcha daromadlari ham o'zlarida qolardi. Bu bir qator imtiyozlarni olishda ham muhim omil edi. Chunki odamlar daromadlari kamligini ko'rsatib, davlat yordamini olishlari mumkin edi. Aslida esa norasmiy daromadlari bor edi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Davlat pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash va barcha fuqarolarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida daromadlarni nazorat qilish bo'yicha yangi, yanada qat'iy mexanizmlarni joriy etdi. Endilikda davlat organlari, soliq qo'mitasi, pensiya jamg'armasi va ijtimoiy himoya bo'limlari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvi juda faol olib borilmoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning har qanday daromadingiz, hatto bank kartangizga kelib tushadigan kichik pul o'tkazmalari ham diqqat markazida bo'lishi mumkin. Ya'ni ilgari ko'rinmas bo'lgan narsalar endi davlat uchun shaffof bo'lib bormoqda. Hozirgi kunda agar pensionerning norasmiy daromadi aniqlansa, bu uning pensiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, ba'zi ijtimoiy imtiyozlardan mahrum bo'lishga olib kelishi yoki hatto avval olingan mablag'larni qaytarish talabi bilan chiqishga sabab bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, agar siz pensiya olib turib norasmiy tarzda qo'shimcha daromad toplayotgan bo'lsangiz, bu endi taqiqlangan holatga aylanmoqda. Chunki u sizning qonuniy huquqlaringiz va imtiyozlaringizga ta'sir qiladi. Endi esa bu o'zgarishlar haqida batafsilroq gaplashamiz. Kimlar nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi? Birinchidan, har bir pensioner shuni bilish kerakki, davlat sizning moliyaviy ahvolingiz haqidagi ma'lumotlarni yanada chuqurroq tahlil qilishga o'tmoqda. Bu nafaqat sizning rasmiy ish joyingizdan oladigan maoshingiz yoki pensiyangizni o'z ichiga oladi, balki bank kartalaringizdagi harakatlar, turli xil ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan to'lovlar, hatto qo'shnilaringizdan yoki boshqa shaxslardan olgan kichik pul o'tkazmalari ham e'tiborga olinishi mumkin. Bu degani, agar siz norasmiy ravishda kimgadir xizmat ko'rsatib, buning evaziga pul olsangiz va bu pul bank kartangizga kelib tushsa, bu daromad davlat tomonidan aniqlanishi mumkin. Asterisk, kimlar xavotirlanishi kerak? Siz agar norasmiy daromad manbalariga ega bo'lsangiz, agar siz pensiya olib turib biror joyda rasman ishlamasdan, lekin qo'shimcha pul topayotgan bo'lsangiz, masalan, kiyim tikib bersangiz, sartaroshlik xizmati ko'rsatsangiz, taksi haydasangiz, bog'dorchilik bilan shug'ullanib mahsulot sotsangiz, bolalar bilan shug'ullansangiz yoki oddiygina o'zingizning uy joyingizni ijaraga berib, lekin bu daromadni rasmiylashtirmagan bo'lsangiz, demak, sizning daromadlaringiz davlat nazorati ostida bo'lishi mumkin. Ikkas ijtimoiy yordam yoki subsidiyalar olsangiz, agar siz pensiyangizdan tashqari kam ta'minlangan oila sifatida turli ijtimoiy yordamlar, uy joy kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar yoki boshqa imtiyozlar olib turgan bo'lsangiz va ayni paytda norasmiy daromadga ega bo'lsangiz, sizning bu yordamlarni olish huquqingiz
qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Chunki bu yordamlar faqatgina muhtoj oilalarga ajratilgan bo'lib, sizning real daromadingiz hisoblangan daromaddan yuqori bo'lsa, siz bu yordamdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Oilangizda norasmiy ishlayotganlar bo'lsa. Agar siz bilan birga yashaydigan oila a'zolaringiz norasmiy ish bilan shug'ullanib, ularning daromadlari deklaratsiya qilinmagan bo'lsa, bu ham oilangizning umumiy daromadini oshirishi va sizning ijtimoiy yordam olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Davlat endi oilaning jami daromadiga e'tibor qaratmoqda. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Siz agar faqat pensiya hisobiga yashasangiz, agar sizning yagona daromadingiz pensiya bo'lsa va siz boshqa hech qanday qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lmasangiz, barcha daromadlarni rasmiy ravishda deklaratsiya qilsangiz. Agar siz pensiyadan tashqari rasmiy ish joyida ishlasangiz va barcha soliqlaringiz to'lanayotgan bo'lsa, yoki o'zini o'zi band qiluvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va soliq to'lasangiz, siz xavotirlanmasangiz ham bo'ladi. Sizning daromadingiz qonuniy hisobga olinadi va bu sizning pensiyangizga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha ish stajingizni oshirishi mumkin. Asosan kichik, noaniq daromadlar bo'lsa, lekin u har qanday ijtimoiy yordam olish shartlariga ta'sir qilmasa. Masalan, vaqti bilan qo'shnidan kichik sovg'alar qabul qilsangiz yoki uyda o'stirgan sabzavotlarning bir qismini sotsangiz, bu sizning asosiy turmush tarzingizga ta'sir qilmasa, katta muammo tug'dirmaydi. Biroq bu ham doimiy va sezilarli daromadga aylansa, e'tibor talab qiladi. Keling, ba'zi real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Raqamlar va aniq vaziyatlar bilan. Bu sizga vaziyatni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Birinchi misol, Oysha opaning holati, salbiy ta'sir. Oysha opa 15 yoshda 3 yildan beri nafaqada. Uning oylik pensiyasi 1.200.000 so'm. Uning turmush o'rtog'i vafot etgan. Farzandlari chet elda ishlaydi va u yolg'iz yashaydi. Qo'shimcha daromad topish maqsadida u o'z uyida qo'shnilari va mahalla ayollari uchun adyol qavish, kiyim tikish kabi xizmatlarni ko'rsatardi. Oyiga o'rtacha 800.000 so'm atrofida daromad topardi. Bu daromadini hech qayerda rasmiylashtirmagan, soliq to'lamasdi. Oysha opa shuningdek, mahalladan kam ta'minlangan oila sifatida kommunal to'lovlar uchun subsidiya ham olardi. Chunki uning rasmiy daromadi faqat pensiyadan iborat edi. Yangi tizim joriy etilgach, bank o'tkazmalari orqali Oysha opaning hisobiga doimiy ravishda kelib tushadigan pullar, ular asosan adyol qavish va tikish uchun to'lovlar edi. Soliq organlarining e'tiboriga tushdi. Uning hisobiga so'nggi 6 oy ichida umumiy 4.500.000 so'm kelib tushgani aniqlandi. Bu o'rtacha 700.000 so'mdan ko'proq degani. Soliq inspeksiyasi bu ma'lumotni pensiya jamg'armasi va ijtimoiy himoya bo'limiga taqdim etdi. Natijada Oysha opaning kam ta'minlanganlik holati qayta ko'rib chiqildi. Hisoblashlar shuni ko'rsatdiki, uning real oylik daromadi pensiya norasmiy daromad so'mga yaqin bo'lib, bu subsidiya olish uchun belgilangan me'yordan ancha yuqori edi. Ijtimoiy himoya bo'limi Oysha opaga subsidiya berishni to'xtatdi. Bundan tashqari, o'tgan davr mobaynida nohaq olingan subsidiyalar summasi jami 3 million so'm uni qaytarishga majbur bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirildi. Pensiyasining o'zi kamaymadi. Lekin uning ijtimoiy himoya kafolatlari cheklandi va unga moliyaviy bosim tushdi. Bu holatda Oysha opaning norasmiy daromadlari unga katta muammolar tug'dirdi. Ikkinchi misol, Ahmad akaning holati iqobli yechim. Ahmad aka 68 yoshda, 5 yildan beri pensiyada. Uning oylik pensiyasi 20.700.000 so'm. U avval injener bo'lib ishlagan, qo'lidan ham ish keladi. Pensiya chiqqach ham zerikmay, o'zining uyida kichik ustaxona tashkil qilib, qo'shnilarga turli xil mayda maishiy texnika va jihozlarni ta'mirlash xizmatlarini ko'rsatardi. Oyiga o'rtacha 300.000 dan 500.000 so'mgacha daromad topardi. Bu daromad ham norasmiy edi. Ahmad aka yangi qoidalar va norasmiy daromadlarga nisbatan nazorat kuchaytirilgani haqidagi xabarlarni eshitib, zudlik bilan mahalliy soliq inspeksiyasiga murojaat qildi. U o'zi band qiluvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazdi. Bu juda sodda jarayon bo'lib, bir necha daqiqa vaqt oladi va elektron tarzda ham amalga oshirilishi mumkin. Ahmad aka har oyda o'z faoliyatidan topgan daromadidan qonun tomonidan belgilangan minimal miqdorda soliq to'lay boshladi. Masalan, oyga 2.000 so'm daromad uchun juda oz miqdorda yagona ijtimoiy to'lov yoki daromad solig'i. Natijada Ahmad akaning pensiyasi saqlanib qoldi. Uning qo'shimcha daromadi endi to'liq qonuniy edi.
uning o'zini o'zi band qiluvchi shaxs sifatidagi faoliyati ish stajiga ham qo'shildi. Bu esa kelajakda uning pensiyasi qayta hisoblanayotganda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ahmad aka endi hech qanday xavotirsiz o'z faoliyatini davom ettirmoqda, u nafaqasini ham oladi. Daromad ham topadi va davlat oldida vijdonan soliq to'lovchidir. Bu misol norasmiy daromadga ega bo'lgan pensionerlar uchun qanday qilib muammoni qonuniy va manfaatli yo'l bilan hal qilish mumkinligini ko'rsatadi. Ashtirish 3-misol. Dilfuza opaning holati, pensiyaga bilvosita ta'sir. Dilfuza opa 62 yoshda 2 yildan beri nafaqada. Uning oylik pensiyasi 1 million so'm. Pensiyaga chiqqach, u zerikmaslik uchun mahalladagi bog'chada yarim stavka enagalik qilib ishlay boshladi. Uning rasmiy oylik maoshi 700 ming so'm deb rasmiylashtirilgan edi. Avvaliga bu uning pensiyasiga ta'sir qilmasdi. Chunki pensiya jamg'armasi yarim stavkadagi rasmiy ishni hisobga olardi. Lekin bog'cha ma'muriyati ba'zi to'lovlarni rasmiy hisob kitoblardan tashqari naqd pulda berish orqali soliqlarni optimallashtirgan edi. Ya'ni Dilfuza opa aslida 1 million so'm oylik olardi. Ammo rasman 700 ming so'm ko'rsatilgan edi. Yangi tizim joriy etilgach, pensiya jamg'armasi va soliq qo'mitasi o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvi natijasida Dilfuza opaning haqiqiy ish haqi va rasmiy deklaratsiya qilingan ish haqi o'rtasidagi nomuvofiqlik aniqlandi. Bog'cha ma'muriyatiga nisbatan tekshiruv boshlandi. Bu esa Dilfuza opaning rasmiy daromadi bilan bog'liq ma'lumotlarning aniqlanishiga olib keldi. Natijada Dilfuza opaning nafaqasi qayta hisoblandi. Chunki uning rasmiy ish haqi hisoblangandan pastroq edi. Pensiya jamg'armasi uning umumiy daromadini tahlil qildi. Uning maoshi pastroq ko'rsatilganligi sababli pensiyasiga ajratilgan badallar ham kamroq to'langanligi ma'lum bo'ldi. Bu Dilfuza opaning pensiya miqdoriga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qildi. Uning nafaqasi 9 ming so'mga tushib ketdi. Chunki uning rasmiy ish haqi pensiya hisoblash uchun kutilgan me'yorlarga mos kelmadi. Bu misol. Hatto rasmiy ish joyida ham agar daromad to'liq deklaratsiya qilinmasa, bu pensiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi. Endi esa ushbu qoidalarning istisnolari, tuzoqlar va sezilmaydigan nozik jihatlari haqida gaplashamiz. Bu ma'lumotlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Asosiy istisnolar. Qanday daromadlar pensiyaga ta'sir qilmaydi? Ba'zi daromadlar mavjudki, ular sizning pensiyangizga yoki ijtimoiy yordam olish huquqingizga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Bularga quyidagilar kiradi. To'liq rasmiy deklaratsiya qilingan daromadlar. Agar siz rasmiy ish joyida ishlasangiz va barcha soliqlaringiz o'z vaqtida va to'liq to'lansa, bu sizning pensiyangizga faqat ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu sizning ish stajingizni oshiradi va kelajakda pensiya qayta hisoblanayotganda miqdorini oshirishi mumkin. Xuddi shunday. Agar siz o'zini o'zi band qiluvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va qonuniy to'lovlarni amalga oshirsangiz, bu ham qonuniy daromad hisoblanadi va pensiyaga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ba'zi turdagi passiv daromadlar. Astirish. Agar siz kvartira yoki boshqa ko'chmas mulkni rasmiy shartnoma asosida ijaraga bergan bo'lsangiz va bu daromadlardan soliq to'lasangiz, bu ham qonuniy hisoblanadi. Shuningdek, bank depozitlaridan olinadigan foizlar yoki qimmatli qog'ozlardan olinadigan dividendlar, agar ular rasman ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ham passiv daromad hisoblanadi va odatda pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilmaydi. Lekin ijtimoiy yordamni olishda hisobga olinishi mumkin. Muhimi, bu daromadlar ham deklaratsiya qilingan bo'lishi kerak. O'tas davlat tomonidan beriladigan ayrim ijtimoiy nafaqalar va to'lovlar. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar masalan, bir martalik yordam pullari, nogironlik nafaqasining ayrim turlari daromad hisoblanmaydi va pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Ammo bu har bir holatda individual ko'rib chiqilishi kerak. 4. Boshqa manbalardan olingan qonuniy daromadlar. Masalan, shaxsiy qishloq xo'jaligi uchastkasida yetishtirilgan mahsulotlarni sotishdan olingan daromadlar. Agar ular qonun hujjatlarida belgilangan chegaradan oshmasa va doimiy tadbirkorlik faoliyati hisoblanmasa, pensiyaga salbiy ta'sir qilmaydi. Bu yerda ham daromad hajmi va chastotasi muhim. Tuzoqlar va kutilmagan jihatlari. 1. Davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi. Eng katta tuzoq shu. Ilgari alohida ishlagan soliq, pensiya va ijtimoiy himoya organlari endi yagona axborot tizimida ma'lumot almashadi. Bu shuni anglatadiki, sizning bank kartangizga kelib tushgan har bir pul o'tkazmasi, har bir rasmiy yoki norasmiy bitim tezda aniqlanishi mumkin. Masalan, sizning hisobingizga muntazam ravishda kirib turgan
pul mablag'lari hatto kichik summalarda ham tadbirkorlik faoliyatidan olingan daromad deb baholanishi va soliqlarni to'lash talabi bilan chiqishga olib kelishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, yashirin daromad degan narsa endi deyarli yo'q. 2. Eskirgan ma'lumotlarga yoki qo'shnilardan olingan maslahatlarga tayanish. Qo'shnim ham shunday qiladi. Hech narsa bo'lmadi degan yondashuv endi ishlamaydi. Qonunlar muntazam o'zgarib turadi va bugungi ma'lumot ertaga o'z ahamiyatini yo'qotishi mumkin. Har doim rasmiy manbalardan ma'lumot olish zarur. Astirish pensiyaga ta'sir qiluvchi daromad va ijtimoiy imtiyozlarga ta'sir qiluvchi daromad o'rtasidagi farqni tushunmaslik. Ba'zi pensionerlar mening daromadim pensiyamga ta'sir qilmaydi deb o'ylashadi. Bu qisman to'g'ri bo'lishi mumkin. Chunki agar siz rasman ishlasangiz, bu sizning pensiyangizni kamaytirmaydi, aksincha ko'paytirishi mumkin. Ammo agar sizda norasmiy daromad bo'lsa, u sizning ijtimoiy himoya organlaridan oladigan subsidiyalar, yordam pullari kabi imtiyozlaringizga ta'sir qiladi. Ya'ni siz kam ta'minlangan oila deb hisoblansangiz va bu yordamlardan mahrum bo'lasiz. 4. Kulrang zonadagi to'lovlar, naqd pulsiz to'lovlar. Masalan, bank kartasiga o'tkazmalar orqali xizmat ko'rsatishdan olingan daromadlar endi juda osonlik bilan kuzatiladi. Ko'plab odamlar xizmat uchun to'lovni plastik karta orqali qabul qilishadi va buni hech kim bilmaydi deb o'ylashadi. Biroq banklar barcha tranzaksiyalarni soliq organlariga taqdim etadi. Agar sizning kartangizga muntazam ravishda va bir xil summadagi pul o'tkazmalar kelib tursa, bu soliq organlari uchun qonunsiz tadbirkorlik faoliyati belgisi bo'lishi mumkin. Asliq sezilmaydigan nozik jihatlar. 1. Har qanday daromadli faoliyatni rasmiylashtirish muhimligi. Hatto eng kichik daromad keltiradigan faoliyatni ham rasmiylashtirish juda muhim. Bu o'zini o'zi band qiluvchi shaxs maqomini olish kabi oddiy bir qadam bo'lishi mumkin. Bu sizga qonuniy ravishda daromad topish, ish staji yig'ish va muammolardan xoli bo'lish imkonini beradi. Soliq yuklamasi juda kam va buning evaziga siz qonuniy himoyaga ega bo'lasiz. 2. Ijtimoiy yordamni baholashda oilaning jami daromadi. Agar oilangizda pensioner bo'lsa va siz ijtimoiy yordam so'rasangiz, davlat endi nafaqat pensionerning daromadini, balki birga yashovchi barcha oila a'zolarining umumiy daromadini ham hisobga oladi. Agar oila a'zolaridan kimdir norasmiy ish bilan shug'ullansa va uning daromadi deklaratsiya qilinmasa, bu butun oilaning kam ta'minlanganlik statusiga ta'sir qilishi mumkin. O'ttik minimal deklaratsiya qilganda daromad tushunchasi ba'zi hollarda ba'zi imtiyozlarni saqlab qolish uchun hatto sizning ideal daromadingiz yuqori bo'lsa ham ma'lum bir minimal daromadni rasmiy ravishda deklaratsiya qilish foydali bo'lishi mumkin. Bu pensiya jamg'armasi yoki soliq inspeksiyasi bilan maslahatlashishni talab qiladi. Ammo bu sizning qonuniy holatingizni himoya qilishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda davlat har bir fuqaroning daromadlarini maksimal darajada shaffoflashtirishga intilmoqda. Bu sizning nafaqangiz va ijtimoiy imtiyozlaringizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan har qanday norasmiy daromadga nisbatan yanada qat'iy munosabatni anglatadi. Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerak? Mana siz uchun aniq ko'rsatmalar, asosan amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Qashbingdam barcha daromad manbalaringizni ko'rib chiqing. Uyda o'tirib. Oila a'zolaringiz bilan birga o'zingizning va oilangizning barcha daromad manbalarini ro'yxat qiling. Bu rasmiy ishdan olingan maosh, pensiya, bank depozitlaridan foizlar, ijaradan daromad va eng muhimi norasmiy daromadlar masalan. Kiyim tikish, taksi haydash, savdo, dars berish xususiy xizmatlar bo'lishi mumkin. Har bir manbadan oyga qancha pul topayotganingizni imkon qadar aniq baholang. Hech narsani yashirmang, bu sizning foydangizga ishlaydi. Asterisk 2 qadam. Agar norasmiy daromadingiz bo'lsa, zudlik bilan harakat qiling. Agar sizda rasmiylashtirilmagan daromad manbalari mavjud bo'lsa, kutib turmang. Davlat organlari sizni aniqlashni kutish o'rniga o'zingiz birinchi bo'lib murojaat qiling. Bu sizni jarimalardan va kutilmagan muammolardan qutqaradi. Sizning birinchi manzilgohingiz mahalliy soliq inspeksiyasi yoki pensiya jamg'armasi bo'lishi kerak. Ular sizga qanday yo'l tutish kerakligini tushuntirishadi. Asosiy 3 qadam. Norasmiy ishingizni rasmiylashtiring. Agar siz norasmiy ravishda biron bir faoliyat bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, uni qonuniylashtirishni o'rganing. Hozirda buning uchun juda qulay imkoniyatlar mavjud. O'zini o'zi band qiluvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish. Bu eng sodda va arzon yo'li. Agar siz yakka tartibda xizmat ko'rsatsangiz, masalan, sartarosh, tikuvchi, repetitor
uylarni ta'mirlash, bog'bon va hokazo. Siz o'zi band qiluvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Buning uchun soliq mobil ilovasi orqali yoki soliq inspeksiyasiga borib ro'yxatdan o'tish kifoya. Oylik to'lovlar juda kam. Masalan, eng kam ish haqining bir qismi miqdorida. Buning evaziga sizning ish tajingiz hisobga olinadi va pensiyangiz uchun badallar to'lanadi. Bu sizni qonunbuzarlikdan himoya qiladi va kelajakda pensiyangizni oshirishga yordam beradi. Asliq yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish agar sizning faoliyatingiz biroz kattaroq bo'lsa, masalan, kichik do'kon ochish yoki kichik ishlab chiqarish bilan shug'ullanish. Yat sifatida ro'yxatdan o'tish to'g'ri tanlov bo'ladi. Bu ham soddalashtirilgan tizimga ega bo'lib, davlat sizga yordam beradi. Bu jarayonlarni tushunish uchun soliq inspeksiyasidagi mutaxassis bilan maslahatlashish juda muhim. Ular sizning aniq holatingizga qarab eng maqbul variantni taklif qilishadi. Qadam. Agar ijtimoiy yordam yoki subsidiya olsangiz, barcha daromadlarni aniq deklaratsiya qiling. Agar siz kam ta'minlanganlik bo'yicha turli imtiyozlar olib turgan bo'lsangiz, ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qilib, barcha oilaviy daromadlaringiz haqida aniq ma'lumot bering. Agar norasmiy daromadingiz bo'lsa, uni ham ochiqlang. Bu sizni kelajakdagi muammolardan va nohaq olingan pullarni qaytarish talablaridan himoya qiladi. Haqiqatni yashirish oxir-oqibat yanada katta moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. 5 qadam. Kerakli hujjatlarni to'plang. Soliq inspeksiyasiga yoki pensiya jamg'armasiga borganingizda o'zingiz bilan pasport, pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, rasmiy daromadingizni tasdiqlovchi hujjatlarni oling. Agar o'zi band qiluvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, bu hujjatlar sizga kerak bo'ladi. 6 qadam. Faol bo'ling va savollar bering. Davlat idoralaridan ma'lumot olishdan qo'rqmang. Agar biror narsani tushunmasangiz, so'rang. Pensiya jamg'armasining ishon telefoni, soliq qo'mitasining veb sayti va kol markazi sizga yordam berishga doim tayyor. Ma'lumotlarga ega bo'lish sizning eng yaxshi himoyangizdir. Bu qadamlar sizga nafaqat pensiyangizni saqlab qolishga, balki kelajakda davlat tomonidan kutilmagan talablarga duch kelmaslikka ham yordam beradi. Qonun doirasida harakat qilish har doim eng yaxshi yechimdir. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi kunda barcha pensionerlar o'z daromad manbalariga diqqat bilan e'tibor berishlari shart. Norasmiy daromadga ega bo'lish, hatto kichik miqdorda bo'lsa ham, sizning pensiyangizga va ijtimoiy yordam olish huquqingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zingizni va oilangizni moliyaviy jihatdan himoya qilish uchun barcha daromadlaringizni qonuniylashtirish va davlat oldida shaffof bo'lish juda muhimdir. Umid qilamanki, bugungi ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz barcha savollarga javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab qiziqarli va foydali ma'lumotlar kutmoqda. Sog' bo'ling va g'amxo'r bo'ling.